har bir yoshlar ko'rish kerak bo'ladigan ko'rgizishlar film. Birinchi film bu ijtimoiy tarmoq. Men sizlarni kodingizni ishlatdimmi? Sen bizni g'oyamizni o'g'irlading. Tinchlaninglar. Match.com Garvarddagi talabalar uchunmi? Men davom etasan maylimi? Bilasizlarmi, shularni hal qilish uchun shuncha advokatlar shart emas. Ikkinchisi Jobs. Steve Jobs haqida film. Kompyuterni millionlab odamlar sotib oladi. Raqobatchilarga qarab bundan yaxshiroq qila olamiz demasligimiz kerak. Hammasini butunlay boshqacha qilamiz deyish kerak. Olam shumul mashinani aynan biz o'ylab topdik. Hayotda bunday imkoniyatlar har kuni ham bo'lavermaydi. Uchinchi film bu Uch savdoyi. Vaqt ketdi. Bu filmlarni ko'ring va insonni muvaffaqiyatga olib chiqadigan ko'nikmalarni o'rganing. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.